Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersi de Gacarozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugün çislak 2024 yıl 7. ayının 25. günü hafta Perşembe vatandaş. Şundak mı ya? Karabiteye. Hafta Perşembe çislağa 25 vatandaşım. Bugün sizlerle sözleydiğin leksiyimiz Azerbaycan'dan göre otsuzlar indi. Amerika Koşmuş Ştatlar'da saylam kitivatıdı o. Hani bu saylamın bir şekli, yani saylam şeklini etken bir gayri. Yani ikinci kıtım Amerika tarihinde prezidentin saylamdan çekinip çıkallığı. Buran Vietnam uruşu devrde Prezident Johnson şunda bir kıtım çekinip çıkan için Amerika tarihinde ikinci kıtım biz bergen işken şunun münasebetlik vaziyet hazır Prezident Joe Biden kollagan handan Hillary Clinton hanım hem Clinton sabah prezidentler kollagan hazır nöbetki maun prezident Kamala Harris hanım azmış gündeki bir iki ilki el rayını sınaş noktasında hazır sabah prezident namzat, bu katım saylamның namzat sabah prezident Donald Trump'tın 2% etrafıda eşip gitti. Mesela birisi 42 idi, öbürleri hazır 42 prezident, ya sabah prezident Donald Trump hazır Kamala Harris hanım 44. El-Ray sınaşta. Müşündak nispette, müşündak rekabetçilik itibatında vatandaşım. Yani aralıkta Prezident Joe Biden özün nemi üçün bu katım saylamdan çekingenliği doğrusu da Amerika halkıga notuk sözleymen degen idi şu vadisi durup tünügün çarşamba şu notuklu sözlepti. Bugün vatandaşlara şu notukun royunu ben de sözlengen notukun mezmununu sizlerge haber kılıp yetkizimiz vatandaş. Mavzabında bu materyal üstü küreyle evvel Prezident Joe Biden saylamdan çekingendiğin kim bütün memleketke notuk sözüldü. Bu doğrudan mütehassisler 5 mühim noktunu körsetti. Mavzulu haber 7. ayının 25. günü Amerika ovasının Xitay Dil programını ilan kılın. Haber mundak başlandı. Washington, Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden 7. ayının 24. günü çarşamba keşte televiziya notqa sözlep Amerika halkı ve bütün dünyaya özünün nemi üçün 11. ayda ötküzülüdüğün saylamdan çekinip çıkallığının sebeplerini düşündürdü. Prezident Joe Biden notqada ta'kidlep mundaq görsetti. Meş'elni yeni bir evlatqa ötküzüp birimiz. Prezident Joe Biden notqada demokratiyani medilep müstabitlerini ayıpladı. Belki yani özü prezident bulup Aksaray'a kirgenden beri ki devlet işçi ve devlet sırtıda kolu keltürgen siyasi neticeler doğrusu da toxtulup öttü. Bulupma Prezident Joe Biden cüngüne çekleşcet kolu keltürgen neticeler doğrusu da alayda toxtalı. Tumas Üniversitesi Halkara Münasebetler Profesörü Yehayven Amerika avazığı mundaq görsetti. Prezident Joe Biden'ın bu katım sözlügen notqının telaffuzu qat'i boldu. En mühimi meş'elni keyinki evlatlarga tapşırmaz. Ula devlet başqurdu dep görsetti dedi. Profesör Yehayven yani mundaq dedi. Prezident Joe Biden saylamdan çekinin sebeplerine konkret bir cevap vermedi. Meselenin mentakının siyaset mentakısı ve meselenin bu kadar saylan cereyanı terakkiyatının mevzi manın müşahede vatandaş. Prezident Joe Biden saylamdan çekiniş sebeplerine konkret bir cevap vermedi. Sebep mavud mi? Kişiler ümit kalattı. Prezident Joe Biden nemiş saylamdan çekindi dep
sababga javob tepishni kutib turadi. Lekin bu qatim prezident Joe Biden saylamdan chekinishning sabablari to'g'risida konkret hech qanday javob bermadi. Shunday deymizda vatandoshim. So'zga nutqida prezident Joe Biden misollarni keltirdi. O'zidan faxrlanadigan davlatlar ittifoqini qurishda davomli ching turamiz. Prezident Vladimir Putinning Ukrainani besbilib, texmi ko'p ziyonkashlik qilishini cheklaymiz. Biz NATO'ni texmi kuchaytiramiz. Balki tarixning har qanday davriga solishtirganda texmi ittifoqlashib NATO'ni texmi qudratli qilib qurib chiqamiz. Biz Tinch okean rayonidagi do'stlarimiz va sheriklarimizni shunday pozitsiya tutamiz. Va shunday pozitsiya bilan Osiyo taraf, Tinch okean tarafga shunday pozitsiya bilan muomala qilamiz. Bundan boshqa Prezident Joe Biden davlat sirtidagi har xil xiristlarni eg'izga oldi. Buning ichida keskin davomlashayotgan Ukraina urushi va G'azo, Hamas, Isroiliya urushi, hamda Jungoning endi Tinch okeandagi hayva qilish harakatlarini eg'izga ilib o'tdi. Prezident Joe Biden 7-ayning 21 kuni saylamdan chekinib chiqqandan keyin muavin prezident Kamala Harrisni qo'llaydiganligini, uning saylam raqobati musobaqasiga yordamda bo'ladiganligini bildirib o'tdi. Jo'doq vatandoshlar, endi shaxsan biz siyosatga qiziqib kelyapsiz, siz ham biz ham vatandosh. Hozir bosh taraflarga siz chunqurlab ko'rmaymiz bu ishning sababini nima ekanligini. Lekin hozir afsuslanadigan ikki nuqta. Prezident Joe Biden ikki narsada ulgurmadi, vaqtga ulgurmadi va yoki nima. Buning ichida bir mumkinlik bor, yana 6 oyga yaqin vaqt ishlaydigan, ya'ni 6 oylik vazifa o'tash muddati bor deyli. Buning ichida birinchisi o'tgan yili 2023 yili 9-oyning 19-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'ini qatnashib nutq so'zlagandan keyin O'rta Osiyodagi 5 davlatning prezidentlarini ayrim tashkilib chaqirib, davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan birlikda O'rta Osiyo davlatlari bilan ko'rishgan edi, so'zlashgan edi. Hatto oxirida biz degan edi, biz sanoat va savdo, tijorat yo'llari bilan O'rta Osiyoga kiramiz. Madaniyat, ma'rifat yo'llari bilan O'rta Osiyoga kiramiz. Tijorat bilan kiramiz. O'rta Osiyoning tinchligi va amonligi, chegara butunligini qo'g'daymiz. Birlikda qo'g'daymiz. O'rta Osiyoda mina faoliyat qilamiz deb chiroyli so'zlab oxirida men O'rta Osiyoga ziyoratga berishim mumkin degan ajoyib jarangli so'zdi vatandosh. Shu vaqt sizlarga so'zlik bu dunyo tarixidagi tundicha qilgan bir chaqmoq edi-da. O'ylab ko'ring vatandosh, mening esimda qolishi hozirgacha Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti, yuqori darajalik amaldorlari to'g'ri tarixning bir chog'larida, masalan 20-asrning 40-yillarida John Hopkins, shu vaqtda Trump hukumatining qaysi prezidentning davlat ishlar kotibi John Hopkins bir qatam bu tarafga aylanib kelgan edi. Ikkinchi qatamda Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 2018-yili, shunaqa deyman, 2018-yili 2-oyning 2-kuni O'rta Osiyoni bir aylanib 5 davlat bilan qiziqish, suhbat va xalqaro masalalar va davlatlarning ichki ishi, Amerika bilan bo'lgan munosabati, savdo, tijorati degandek mushlan tafsili so'zlashgan edi. Lekin prezident, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti hozircha O'rta Osiyoga kelmagan edi. Bo'lib, men bugungi kunda O'rta Osiyo mustaqil bo'lib 5 davlat mustaqillik jakarlagan shunday paytda prezident Joe Bidenning O'rta Osiyoni ziyorat qilishini 5
ziyaret kılışını biz şunda kütken edik vatandaş. Ümit kılgan edik. Biroq bunun vaqt çıkara almadımı yoki qandaq yana boshqa sabab bormi, buni bo'lmaydi. Agar prezident Joe Biden O'rta Osiyoni ziyorat qilgan bo'lsa, O'rta Osiyo uchun, bo'lib Uyg'uriston uchun intayin madad bergan bir siyosat bo'lib qoladi vatandaş. Bu bir sebep ketdi. Yani ikinci sebep siz aldığımızda öttük, aldığımızda köydük vatandaş mesela 7. ayının 12. günü 2024 yıl 7. ayının 12. günü Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi 6. ayının 12. günü ma'qullagan Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'yib bu qonunni resmi qonunga aylantirdi. Prezident Joe Biden resmi qonunga aylantirdi. Hozir endi Dalai Lama New York shahrida. New York shahriga 6. ayının 23. günü yetib keldi vatandaş. Shundan beri hozircha New York shahri davolanayotdi. Endi boshqa so'z gap so'zlar o'tirg'iga xabar uchurlar o'tirg'i chiqmadi. Asli qoida bo'yicha Prezident Joe Biden Dalai Lama bilan ko'rishish kerakmidi yoki qandaq? Bu nihoyatda sazgar termometrdek bo'ladi vatandaş. Chunki qonunga qo'l qo'ydi, qonun rasmiy qonunga aylantirdi. Qonun loyihani rasmiy qonunga aylantirdi-da. Shunday ahvolda anan ustigandan Amerikaga 5-6 yildan beri kelmagan Dalai Lama bu qatim yetib kelganda endi Amerika Qo'shma Shtatlarining burungi har navbatlik prezidentlari Dalai Lama bilan ko'rishgan edi. Bu qatim shunday zaruriyat hozir uning ustiga Prezident Joe Biden Tibet to'g'risidagi Tibet masalasini hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'ygan. Shunday paytda Dalai Lama bilan ko'rishgan bo'lsa, bu ajoyib yaxshi bo'ladi vatandaş. Belki vaqt bor, yani 6 oylik vaqt bor vatandaş. Oldirab ketdikmi yo'q qandaq? Endi biz shunday so'zlaymiz-da, siz shunday hissiyatni, bizim shunday hissiyat edi vatandaş. Mana shu ikki masala, birinchisi endi qolib qoldi. O'rta Osiyoni ziyorat qilish qolib qoldi qaraganda. Lekin Dalai Lama bilan ko'rishish balki ehtimol ko'rishib qilishi mumkin vatandaş. Shu. Endi uni sirtini bizning hozir deydiganimiz dal 7. ayının 21. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Joe Biden oldimizdagi navbatdagi saylamga qatnashmaydiganligi va chekinib chiqadiganligini e'lon qilgandan keyin dal shu kunlarda Jumhur Xalq Jamhuriyati hukumati Ukrainaning tashqi ishlar ministri Kolbani Beijingga taklif qildi. Ziyoratga Jungoga taklif qildi. Dal shundoq paytda Beijing yoki Jumhur Xalq Jamhuriyati tashqi ishlar ministrligi ministri Wang Yi O'rta Sharqdagi Falastin guruhlarini Jungoni ziyorat qilishga chaqirdi va ziyorat qildi. Oxiri Falastinga munosabatlik Hamas Fatah deganlarning ittifoqiga munosabatlik Milliy ittifoqlik hukumati qurishga munosabatlik Beijing xitobnomasini e'lon qildi. Endi shu kunlarda yana o'yinmi yoki chaqchaqmi deb qolsa bu ishlarni hozir Rossiyaning bir harbiy aeroplani bilan Jungoning bir harbiy aeroplani Alyaska shtatining havo boshlig'iga kirib keldi. Bundan birinchi bo'lib ham Kanada ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan havo armiyasi aeroplan chiqarib osmonga buni to'sdi degan gap. Shu orliqda Jungolar Rossiya qaysi fursatdan foydalanmoqchi, nimaga foydalanmoqchi? Endi O'rta Sharq kirish g'arizasilar bizga ayon. Unda qilish orqali O'rta Sharqni ching tutish orqali G'arb dunyosi va Amerikaga tepish Amerika bilan uzangi so'qishtirishlar emas Jungoning maqsadi. Eng asosligi O'rta Sharq masalasida Uyg'urga munosabatlik barliq faoliyat va barliq so'z ibora, barliq qo'llashlarning oldini olish va to'sib o'tish. O'rta Sharqda islom dunyosiga Xitoyning tutgan pozitsiyasi shu maqsadmi shu? Maqsadmi shu? Hozir shunday qildi, hozir 2-3 kun ichida, bugun 25 bo'lsa, 4 kun ichida. Muşlarning hammasi 4 kun ichida yuz berdi.
Azı xəbərdə qarğanda Kolba, yəni Ukrayna məsələsi boyunca heç qandaq nəticə qazanmağanlığı doğrusu xəbər kelyaptır. Çünki Kolbanı Beijing elib gələn şu günü Ukrayna, Rusiyanın Krimiya və başqa joylarga şiddətli hücum qıldı vətəndaş. Bu işlemden gitti. Endi bugün sizlerge tapşırdığan elektronik leksiyemiz isimladı bu vatandaş. Hazırgıça aşı biz sözlüğe leksiyedeki mezmunlarda asaslık özgürlük yok. Yakin negizlik özgürlük yok. Yani o üstüne ben sizlerge dedim. Bunun rastı ve yalgınlığı üzünle ankırıp üzünle hal kılışlar vatandaşlarım dedim. Endi bugün şunun münasebetlik yeneleke Suşahı efendinin bular nayt qadirib, chunqurlab, ishkirlab kirdigan obzorchilar bular. Yani bir abzas mavzuliq bir xabar keldi. Nima dedi deysiniz? Xi Jinpingning oila jamiyati Jungodan qochdi. Lekin onun bir nevra inisini chegaradan chiqadigan chog'da harbiy taraf tutib qoldi. Xi Jinping'in bir nevri inisini chegaradan chiqadigan chog'da harbiy taraf tutib qoldi. İpi evladı hazır Jungodan qochdi dedi. Obzor. Suşahı 7. ayının 25. günü YouTube Washington vaqt ettiğin saat 10:20. Demek tünüvenki leksiyaga muş bir abzası yani tirkep koyuşlar. Ondan başka özgürlük yok hazırgıça. Özgürlük olsa Allah halı sizler bilen devamlı görüştürümüz vatandaşlarım. Bugünkü vaziyetimiz manımız o. Prezident Trump aradaki yanından İsrailiye'nin mühim eş, İsrailiye'nin veziri Netanyahu Amerika'ya ziyaret geldi. Bugün Prezident Joe Biden Aksaray'da bu erbab bilen görüşüdü. Yani Netanyahu bilen görüşüdü. Kelipla evvel Prezident Joe Biden bilen görüşmeyi turupla Devlet Meclisi Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi gibi bir notuk sözüldü. Notuk sözlüğünde birincisi dedi hazır uruş doğrusu ki kilişin o çokum galba kılıdı dedi. Vakit ne etmedi. Onundaki işkinci bulup ta ki biz bu uruşun toxtatmayımız. Hamas karşı uruşun devamlı kılımız, devamlı koklayımız, özümüzde koklayımız. Bunun için de kaçan ki Hamas, Palestin kurallıkları görege ağan sıraylarını koyu bitip özü uruştan çekinişte halıqışa biz bu uruşun devamlı elip varımız. Yani onsuz Amerika İsrailiye'nin ihtipalığı bir pek addi. Çıkırdığın xulasımız pek addi. Bir eğiz sözüyle eysek biz galba kılımız. Amerika İsrailiye bir sep tuturup galba kılımız ola. Mağlup boludu dedi. Ondan keyin bugün Prezident Joe Biden bilen görüşse etlatıma şunaqma qanaq. Aksaray'dan çıkandan keyin ayrılıp Aksaray'dan çıkandan keyin azı Florida ştatı verip sabık Prezident Donald Trump'ın aramgahıyla Prezident Trump bilen görüşüdü dep haber uçuyor. Bugünkü akbarat şundak otlara çıktı vatandaş. Hazır endi Ukrayna uruşunun qandaq to'xtatish meselesinde Beijing opirib Kolba Ukrayna Tashqi ishlar ministerini Beijing elib berib urush to'g'risida suhbat desa bu butun dunyoga bir masxara vatandaş. Bu g'arb dunyosiga bir masxara vatandaş. Tünügün 7. ayının 9. günde 11. günügacha NATO Washingtonda yig'in ochib nima dedi? Rossiyani Ukraynaga urush qilishga kuch kiritganmi Jungo? Hatta bu urushda Rossiyaga yordam berganmi Jungo? Dedi o vatandaşa. Hatta devlet bexatarligi maslahatchisi Aksaray Jack Sullivan Aspen munbirde so'zlagandim o. Hozir Rossiyaning davlat mudofaa sanoatini yulab turayotgan, onun qon berayotgan 70% kichkina asboblar yoki 90% atrofida ilg'or texnika bilan ta'minlayotgan Rossiya. Rossiyani ta'minlayotgan Jungo deb bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Aspen munbirida shunday ko'rsatdi. NATO xulos chiqarib o'zining axborotida ana shunday ko'rsatdi.
axborotini Xitoylar to'liq tarafba tarjima qilib, men mush ko'rayotgan tor betirdi hech qaysi to'liq tarjima qilib qo'yib bermadi juma vatandosh NATO'ning axborotini. Hani bugun prezident Joe Biden nima debdi? Yana bir kuchaytiramiz, texnik kuchaytiramiz NATO'ni debdi. Mana shunday hozir endi Netanyahu Florida shtati berib, sobiq prezident Donald Trump bilan ko'rishdi. Undan keyin men aytdim, sizga shu 3 kun ichida hozir Jungo hukumatining yuqoridagi diplomatik faoliyatlari nomida masalan Amerika Qo'shma Shtatlari onda yana bir sataga NATO yig'in echayotgan 7-oyning 10-kuni Belorussiyaga yetib berib, arqa sapdan yetib kelgandek NATOning chegarasi, Polsha chegarasiga kelib harbiy harakat qildi yoki manevr qildi vatandosh. Mushlardan qaraganda Jungo hozir Amerika taraf bilan tig'mi-tig' har qanday siyosat voqealariga shunday javob berib qaytirib kelyapti. Demek hozir Jungo tarafdan bir kayniga yaradigan tarafi yo'q. Tarafi yo'q vatandoshim. Yani hozir eng modisi tungi leksiyamiz va oldingi kungi leksiyamizni qo'shganda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi Jungo masalasi bo'yicha favqulodda komitetining raisi Johnson Molliner Jungo'ning internet temini o'rib etish to'g'risida davlat majlisida guvohlik ilish yig'ini o'tkazdi. Ham Amerikadagi davlat jurnal Newsweek'da maqola e'lon qilib, Rais Xi Jinping matamni internet tomlarini o'rib etaylik dedi. Bu Amerikada Jungo munosabatidagi siyosatlar o'zaro to'qinishlar yoki siyosat xarakterlik, raqobat xarakterlik to'qinishlarning ichidagi eng yangi, eng muhim masala internet tomlarini o'rib etish. Mana bu 2-3 kundan beri sizning bizning leksiyalarimizga, turmushimizga yoki siyosat so'zlayotgan muhokama analizlarimizga yangidan qo'shilgan yangi bir idea vatandosh. İnternet tomlarini o'rib etish. Jungo'ning internet tomlarini o'rib etish.